Har kuni bir xil savol. Markaziy sektor Elite Sport qachon Amerikaga ketadi? Amerikaga ketishga biza tayyormiz. Mana Farruh Assalomu alaykum, hormanglar. Abarodinlar yengilarni olib kelgan hozir. Mana Murozzat aka. 360. Bu yo'lda poket to'rlardan 3 tasini taxladik. Bu hammasi o'sha vibe'larni, videolarni sizlarga tiniq va chiroyli yetkazib berish uchun, to'g'rimi? Bundan tashqari mana bu yangi studiya qurganmiz Toshkentda. Toshkentdan ham o'yinlarga tahlillar bo'ladi. 3 ta o'yinga Meksika, AQSh va uchinchisi ham AQShda va eng qizig'i Orif Tolipov, Vamos Farruh, Davron Fayziyev, Xayrullo Hamidov, Diyor Imomxo'jayev mana shu kuchli sport jurnalistlari bilan birgalikda biz Amerika va Meksikadan kontentlarni, podkastlarni davom ettiramiz. Primo o'shatdan, to'g'rimi Farruh? Shuning uchun Abarodinlarni ham kameralarni ham kuchlilarni qattiq tayyorgarchi, mashinani ustiga deydimi 360 hammasi mana yengilarni olib kelganmiz. Markaziy sektordan videoni zo'rlab qo'yinglar, layklarni bosib qo'yish eslatib qoldi. Hammaga rahmat.